ketdi. Chotki hammasi. Xo'p, demak, tayyor bo'lsalaring, bugun sizlar bilan multi level reading part 4, ya'ni juda ham ko'pchilikda qiynaydigan savol turi. Kim qanaqa yondashishni bilishmaydi yo bo'lmasam qanaqa bajarishni, umuman hamma narsani bugun sizlar bilan qismlarga parcha qilib tushuntirib beraman. Xo'p, odatda siz bu nimaga o'tgan paytingizda, multi level reading part 4 ga o'tgan paytingizda sizdan so'raladigan narsalar bor. Bular 4 ta nima savol turi, ya'ni multiple choice savol turi va 5 ta true false not given, ya'ni no information savol turi. Bu degani sizga jami bo'lib 9 ta savol beriladi va ularga siz faqatgina ABC variant bilan tanlab javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi part 3 ni bajardingiz, aytaylik-da, siz part 3 ni bajardingiz va part 4 ga o'tdingiz. Part 4 ga o'tgan paytingizda nima qilishingiz kerak? Eng birinchi siz qiladigan ishingiz tekst emas, endi, ya'ni teskarisiga ishlaymiz. Endi sizlar bilan o'rganganimizdaqa, ya'ni part 3 gacha birinchi tekstdan boshlaganmiz. Endi part 4 ga kelgan paytimizda tekstdan emas, savoldan boshlaymiz. Sababi savollarni topishimiz kerak, tushunib olishimiz kerak, nima deyapti, nima bo'lyapti o'zi. Mana shunaqa narsani aniq bilib olishimiz kerak, nima topishimiz kerakligini. Xo'p, demak, ketdi. Birinchi savol. Bringing your car when you visit the Sahara, ya'ni Saharaga tashrif buyurgan paytingda o'zingni nimani olib kelish deyapti. Mashinangni olib kelish. Bringing your car we visit the Sahara, ya'ni Saharaga tashrif buyurganingda endi nima? Is very expensive, ya'ni qimmat. Juda ham qimmat. Juda qimmat deyapti. Hop, is advisable if you plan to visit more than one country. Ya'ni bittadan plus ko'p mamlakat kattalashtiraylik. Mamlakat bo'lsa olib kel deyapti. Ya'ni bittadan ko'p mamlakatga boradigan bo'lsang, olib kelishing senga maslahat beriladi deb aytayapti. Xo'p, endi is not worth the costs. Ya'ni nimasiga, narxiga umuman to'g'ri kelmaydi. Ya'ni olib kelgan nimangizni chiqarib ololmaysiz degan narsa aytayapti. Is good if you are not afraid of wild animals. Ya'ni yovvoyi hayvondan qo'rqmasang yaxshi. Yovvoyi hayvondan qo'rqmasiz yaxshi degan narsani aytayapti. Ya'ni A, B, C, D. Ketdi. Ikkinchisi. You will need to bring or rent a challenging four-wheel drive vehicle to roam the desert because. Ya'ni aytayaptiki, siz bir olib kelishingiz, ya'ni bring deyapti, olib kelishingiz yo bo'lmasam rent arendaga ijaraga olishingiz deyapti. Challenging four-wheel drive vehicle to roam. Ya'ni bu degani o'sha challenging four-wheel drive vehicle degani, ya'ni 4 ta ballonli, shuna bir kuchli zo'r nimaga ega, aynan nima deydi, shu challengelarga chiqarilgan nima olishing kerak, mashina olishing kerak. Chunki deyapti, it can carry large supply of water. Ya'ni ko'p suv toshiydi u. Ya'ni bunday o'rtacha nimasini aytsak, ya'ni juda ham katta mashina olishingiz sababi ko'p suv toshish uchun. Hop, it has enough space to sleep in it. Ya'ni uxlashga nima bo'lar ekan? Yetarli joyi bor ekan uni. Yetarli joyi bor. Its powerful engine will keep you going even in extreme conditions. Ya'ni motori qiyin vaziyatdan xullas motori qiyin vaziyatdan olib chiqib ketasiz qolishinde. It will be cheaper for you. Ya'ni siz uchun u nima bo'lar ekan? Arzonroq bo'lar ekan. Arzonroq bo'ladi deyapti. Ya'ni yo rent qilishingiz, yo bo'lmasam o'zingizniki bo'lsa olib kelishingiz degan narsani aytayapti. Hop, endi 3-savolga qarab olamiz. Ya'ni mana shu qilib turgan ishimiz siz nima kuni, test kuni juda ham tezlikda bajarib chiqishingiz kerak. Taxminan savollarni ko'rib chiqqani o'rtacha hisob 9 ta savolga mayli uzog'i bilan 5 minut vaqt sarflashingiz mumkin. Shuni topishingiz oson bo'ladi. Ammo 5 minut vaqt sarflash uchun mana buncha readingni nima tekstni o'qib chiqish uchun yaxshi reader ham bo'lishingiz kerak. If you want to deyapti, keep track of your available water supply, one method is nimadir?
agar deyapti siz water supply'ni saqlab qolmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni suv cho'lga ketyapsiz, Sahara o'z-o'zidan desert, cho'lga borib turgan paytingizda nimani saqlab qolishni xohlaydigan bo'lsangiz, suvingizni one method, ya'ni bitta usul shuki deyapti. Endi aniq biz topishimiz kerak. Have built-in water tanks in your car. Ya'ni mashinangizga deyapti, nimani suv idishdan nima qiling, quring deyapti. Mashinangizga suv idishlarni quring. Ya'ni o'zbekcha sodda qilib tushuntiraveryapman sizlarga. Ya'ni so'zma-so'z tarjima qilganim, ma'nosini tarjima qilaveryapman. Stock up on bottled water. Ya'ni shishali, ya'ni kak shisha ham idishli, mana baklashkali, shishali, baklashkali deylik mana. Lashkali suv oling deyapti. Use no more than 5 liters per day. Ya'ni kuniga 5 litrdan ko'p ichmang. Ask your neighbor. Qo'shningizdan so'rang deyapti. Bu vashi bo'lmagan narsa bizga. Qo'shningizdan so'rang. Hop endi in Tunisia and Morocco, ya'ni Marokash va Tunisiyada deyapti. Hop nima ekan endi Marokash va Tunisiyada degan narsa biz asosiy keywordlarimiz. Ya'ni keyword degani bu shunaqa narsaki, tekstni ichidan chiqadigan so'zlar. Mana shu ikkalasi sariq qolib qo'yib turganlari asosiy ma'noni chiqarib beruvchi. Agarda mana shunaqa nimalar bo'ladigan bo'lsa, joy nomlari bo'ladigan bo'lsa, asosiy keywordlar bo'ladi bular. Sababi bular tekst ichida o'zgarmasdan keladi. Bular keywordlar hisoblanib, tekst ichida umuman o'zgarmaydi. Endi Tunisiya bilan Marokkoda deyapti, you can buy high quality locally grown vegetables. Ya'ni mahalliy sabzavotlar sotvolasiz. Locals usually use gas stoves for cooking. Ya'ni nima qilish uchun sidirga stov, ya'ni gaz plita ishlatadi deyapti. O'sha mahalliy aholi. It's quite easy to find lodging. Ya'ni lodging degani bu uxlashga, yotishga joy degani. Ya'ni yotishga joy topish juda oson deyapti. Hop endi keyingisi locals give their homes to you. Ya'ni mahalliy aholi uyini beradi sizga deyapti. Ya'ni uy borsiz uyini berib yuborar ekan. Bo'lmagan gap. Ya'ni mana shu tekst ichidan Tunisiya, Marokko degan joy topadigan bo'lsak, 4-savolga javob 100% chiqadi. Ya'ni mana nimalargacha bajarib qo'ydik hozir. Endi ketdi. In the Sahara, traveler drinks 10 liters of water. Ya'ni Sahara, ya'ni in the Sahara asosiy keywordimiz. Bitta traveler bor. Traveler degan narsa eng katta nima? Ya'ni o'sha sayohatchi deyapti. Drinks ichadi. Nima ichar ekan? 10 liters of water. 10 litrdan ko'p suv ichar ekan. A day, ya'ni bir kunda, on average in summer. Ya'ni yozda deyapti, asosiy oxirgi nimasi. Ya'ni traveler 10 liters of water in summer, ya'ni yozda 10 litrdan ko'p suv ichar ekan, ya'ni 10 litr atrofida. Ya'ni to'g'ri noto'g'ri yoki no informationni biz tekst ichidan ko'ramiz. Asosiy narsamiz haqiqatdan ichadimi, yo'qmi, mana shu narsani tekshirish. Hop, Khopsa is more expensive, ya'ni Khopsa nimaligini hozir tekstda bilib olamiz. More expensive, asosiy narsa bu o'zgarmaydigan keyword bo'lyapti. Shuning uchun buni yashilga olamiz, o'zgarmas keywordlarni. More expensive, ya'ni yordamchi supportive qo'shimchalarimiz sariq qolyapmiz. Khopsa qimmat deyapti, Zen fruits. Ya'ni nimalardan? Mevalardan ko'ra ancha qimmat. Endi Inzibul Sahara bu umuman kerak emas bu. Asosiy e'tibor qaratmasak ham bo'laveradi. Ya'ni baribir shu narsa haqida bo'lyapti. Hop, 7. Taking hot water in the thermos flask. Ya'ni taking hot water asosiy bizning nimamiz, yordam so'zimiz bo'lyapti. Thermos flask o'zgarmaydigan narsa, chunki termos bo'lib chiqadi. Buni sinonimlari yo'q. In the morning, ya'ni tong bu asosiy bizni
ko'makchi, yordamchi nimalarimizdan bo'ladi. Shuning uchun buni sariq qolyapmiz. You can save your time in the afternoon. Ya'ni ertalab deyapti, termizga issiq suv olib qo'yishingiz abed paytida vaqtingizni tejashga yordam beradi. Save your time deb mayli sariq olib qo'yamiz, afternoon deb mayli sariqqa olib qo'yamiz. Xo'p, true yoki false not keyin buni tekstda ko'ramiz. Putting trash on fire during your travel is not advisable. Ya'ni putting trash asosiy bizni yordamchilarimizdan on fire, ya'ni nimaga trash degani bu axlat, musor, nimaga o'sha olovga musor tashlashingiz deyapti. Ya'ni kak bu yegan narsangiz idishlari bo'lishi mumkin, korobka ubusubular bo'lishi mumkin. During your travel is not advisable. Not advisable asosiy keyword. Ya'ni haqiqatan advisable mi? Advisable emasmi? Mana shu narsani topishimiz kerak nimani ichida. Putting trash fire not advisable. Buni endi hozir tekst ichida ko'rib chiqamiz. Wearing long clothes has some benefits during your Sahara travel. Ya'ni uzun ko'ylaklar kiyish has some benefits. Haqiqatan foydasi bormi, yo'qmi, mana shuni ko'rishimiz kerak. Endi Sahara travel bu endi mayli sariq olib qo'yamiz, ko'ngillari yomon bo'lmasligi uchun. Xo'p, demak, mana shuncha narsalarimiz bitta ko'rib chiqamiz. Sizga aytib o'tdim, 4-5 minut vaqtingizni savolni tushunishga bemalol sarflavering bu savol turida. Man sizlarga aytganmanki, har bitta nimani, ya'ni part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 larga qanchadan vaqt sarflash kerak, mana shu haqida video chiqarib qo'yganmiz YouTube'ga. O'shani ko'rish kerak. Ya'ni time management deb yozilgan, reading time management, 75 ta, ya'ni C1 ga olib chiqadigan time management. Mana shuni ko'rib oladigan bo'lsangiz, bemalol mana shu men aytgan usulda ishlashingiz mumkin. Demak, har bitta narsani, ya'ni 1 dan 9 gacha keywordlarni aniqlab olganimizdan keyin ko'rib chiqib oldik, tushunib oldik nimani topishimiz kerakligini. Birinchi savolni eslab qolamizda, tekstni o'qishga davom etamiz. Ya'ni bringing your car when you visit the Sahara. Ya'ni Saharaga kelgan paytingizda mashinangizni olib kelish. Bo'ldi, mana shu narsa. Javoblar bizga umuman kerak emas. Savolni eslab qo'ysiz bo'ldi. Bir boshdan o'qishni boshlaymiz. Driving in the Sahara is top of many romantic adventures travel lists. Images of explorers traversing silent journeys, camping among Bedouin villages, watching mirages, turn to caravans of camels and back again makes the imagination of the interpret desert lower swoon. Endi bitta narsani bilib olinglar. Odatda bizga kerak bo'ladigan narsa, ikkita narsa bor. Bular nima deydigan bo'lsak, scanning and skimming. Mana shu ikkita narsa sizni nimangizni readingingizni C1 ga olib chiqishga juda ham katta yordam beradi. Nima bu o'zi bu deydigan bo'lsak, aynan mana bu narsani o'qidik-ku. Ya'ni scan qilib yetib olishimiz o'sha joyga. Ya'ni bringing your car degan joyga siz umuman tarjima qilmassiz bo'lar, shunchaki o'qib ketasiz. Mana shu bringing your carni topish uchun. Shuning uchun tarjima qilmayapman, o'sha joyiga borgan paytimizda tarjima qilamiz. While it's true that the Sahara can be unforgiving to the unprepared, driving in the Moroccan Sahara and the other North African countries can be exhilarating and safe if travelers take proper precautions. There are two choices for landing the Sahara: renting or a four-wheel. Olib ketdi. Demak, renting a four-wheel drive vehicle in your destination or bringing your own car. Ya'ni o'zingizni mashinangizni olib kelish. Chiqdi mana birida nimasi. Ya'ni o'sha birinchi savolda boshlanyapti demak. Saharadan yurib o'tishda deyapti. O'g'illarning Sahara ikkita tanlovingiz bor sizni. Renting a four-wheel drive, ya'ni yetib kelgan joyingizdan o'sha 4 ballonli mashinani rent qilishingiz, ya'ni ijaraga olishingiz yoki o'zingizni nimangizni, mashinangizni Yevropadan olib kelishingiz. Demak, asosiy nimalarni sekin o'qib chiqishimiz kerak. Shatda tarjimalarni umuman nima deydi? Как zoom in qilib ketishimiz kerak mana shu yerga. Obviously, if you plan a short trip in Morocco, Tunisia or Egypt, you should consider renting. Ya'ni bu shu narsa aniqki, agar siz Marokash, Tunis yoki Misrga short trip, ya'ni qisqa nimani nazarda tutib turgan bo'lsangiz, mana bunga olib qo'yamiz. Short tripni planlashtirib turgan bo'lsangiz, siz rentingni consider qilishingiz kerak. Ya'ni renting siz uchun yaxshi variant. But if you plan to go nomad in the desert for a longer period or across borders, you need to bring your own car. Ya'ni agar siz o'sha desert bo'ylab yurishni xohlasangiz, uzoq muddatda deyapti. If you plan to go nomad, mana shu yerdan boshlanyapti.
for a long period, ya'ni uzoq muddatga siz yurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, or across borders, ya'ni chegaralarni kesib boshqa davlatlarga o'tadigan bo'lsangiz, you need to bring your own car, ya'ni o'zingizni mashinangizni olib kelishingiz kerak bo'ladi deyapti. Hop, mana shu ikki dona gapimizdan, mana shu there aredan boshlanyapti. Mana shu joydan bizni asosiy nimamiz, ya'ni javobimiz chiqyapti. And that takes planning and preparation and a bit of expense. Ya'ni a bit of expense degani kichkinagina nimachasi bor, ya'ni kak to'lovchasi bor, juda qimmatga tushmaydi deganday gap. Demak, ketdi. Mana shu joyda o'qib olganimizdan keyin har bitta narsani savol javoblarga topishtirib o'tamiz. Ketdi bo'lmasam, is very expensive. Juda qimmat deyaptimi? Yo'q, juda qimmat degan yo'q. Sababi ozginagina to'lovchasi bor, xolos deyapti u narsani. Demak, buni ustiga chizib qo'yamiz, kerak emas bizga. Is advisable, ya'ni mashinangizni olib kelish maslahat beriladi. If you plan to visit, ya'ni bittadan ko'p mamlakatga nima qilsangiz, o'tsangiz. Demak, mana shu narsa tushyapti. Yana mana bu yerda aytib o'tgan narsa, if you plan to go nomad in desert for a longer period or across borders, you need to bring your own car degan narsa. Shuning uchun ben og'iz olib turamiz, qolganlarini ko'ramiz. Is not worth the cost. Narxiga umuman to'g'ri kelmaydi bu narsa. Yo'q, o'zidan umuman chiqmayapti bu. Va D is good if you are not afraid of wild animals. Ya'ni yovvoyi hayvonlar haqida ham o'qigan joyimizda umuman gap yo'q. Demak, biz belgilab qo'yamiz. To'g'ri javobni B deb. Tushunarlimi? Albatta tushunarli. Bundan boshqa tushuntirish nimasi yo'q. Ya'ni bitta narsani bilib olishimiz kerakki, mana shunaqa javoblarni chiqarib tashlash usuli bilan ishlasangiz, ikkita javob aniq readingda umuman tushmaydigan bo'ladi. Ya'ni yo'q bo'ladi tekst ichida. Bittasi it's not worth the cost bo'ladigan bo'lsa, umuman narxiga to'g'ri kelmaydi degan narsa atta kelgan yo'q tekstda, va ikkinchisi wild animallardan qo'rqmasangiz degan narsa umuman yo'q. Mana shu ikkidan ko'zni yumib chiqarib tashlayverasiz. Expense haqida, ya'ni to'lov haqida, narx haqida aytda gap ketyapti. Ya'ni A bor va B bor. Endi shunchaki siz endi aytda tarjima qilib olishingiz yetarli, xolos. Ya'ni tarjima qilasiz. A bit expense, bit kichkinagina to'lovchasi bor, demak very expensive emas. Shuning uchun to'g'ri javob B bo'lyapti. Ya'ni 50 ga ikkita javob chiqarib tashlasangiz, sizda 50 variant qoladi. Mana shu ikkita chiqarilib tashlaydigan javob topsangiz, option bomba multiple choice'larda umuman xato chiqmaydi. Yaxshilab ko'rib o'rganib olinglar mana shu usulni. Umuman xato chiqmaydi multiple choice'da 100% javob. Faqatgina tarjimangizga bog'liq. Endi ikkinchisi, you will need to bring or rent challenging four-wheel drive vehicle to roam the desert because ketdi. Ya'ni o'zingiz kuchli bir 4 ta ballonli mashina olishingiz kerak, emas rent qilishingiz, o'zingizga olib kelishingiz kerak bor bo'lsa, yo bo'lmasa o'sha yerdan ijaraga olishingiz kerak, chunki degan narsa. Bag'i kerak emas, hozir o'qib olinglar, topib ketdi mana shu ko'p, ya'ni katta kuchli mashina degan joyga o'qiymiz. However, once you're actually in desert, you'll spend very little money, and the experience of clear desert nights, towering dunes and oasis campsites will be worth the effort in getting there. Getting to the Sahara is simpler than people's imagine. Nevertheless, it's what accounts for most of the cost touring in Sahara, aside from vehicles acquisition or rental and preparation. If you are flying and planning to rent a vehicle, flights to Casablanca and Tunis are available. Connecting flights will take you closer to the desert, and vehicles can be rented in major towns and cities. If you are planning a longer trip and thinking of shipping your vehicle to Africa, you'd much better off transporting it directly into any North African port. Choosing a vehicle for Saharan journey is vital. Hop ketdi. Mana shu yerda javob chiqyapti. Javob emas, javob boshlanyapti. Ya'ni nimani mashina tanlash deyapti Sahara desertdagi elimizda. Vital juda ham important, ya'ni vital important sinonim bir-biriga muhim deyapti. For the rigors of Sahara, locals, commercial operators and travelers choose Toyota's Land Cruiser or Land Rover that provide quality and strength along with large engines that can keep a fully loaded machine moving in power sapping conditions. Ya'ni nimalarga, Sahara desertlarini o'sha rigors bilmadim narsalariga, xullas mahalliy aholi
commercial operatorlar, ya'ni umuman reklama bannerlari, umuman shunaqa nimalarni oladigan operatorlar va travelerlar Toyota Land Cruiser yoki Land Roverni tanlashadi. Mana shu bitta chiqqan backward mashinalar degani mana shu bo'ladi. Z provide quality and strength along with large engines. Ya'ni sifat va kuch berar ekan bu mashinalar large enginelari bilan birgalikda deyapti. Z can keep a fully loaded machine moving in power sapping conditions. Ya'ni yomon vaziyatlarda ham, qiyin vaziyatlarda ham sizni kuchda, ya'ni aynan zo'r holatda olib chiqib ketadi degan narsani aytyapti. Demak, mana shu joydan boshlab mana bu yergacha adashmasam o'sha nimani javoblari chiqyapti. Ya'ni ikkinchi savolimizga you need to bring or rent a challenging for vehicle drive to wheel drive vehicle to roam the desert because it can carry, ya'ni o'qiymiz ekan, chunki mana nimalarimiz bor. Ya'ni ko'p suv tashiydi degan narsa aytda yo'q. Hozir keyin nima qilamiz, ko'ramiz bu narsa. It has enough space to sleep in it. Ya'ni uxlashga yetarli joyi bor. Its powerful engine will keep you going even in extreme conditions. Motori qiyin vaziyatda olib chiqib ketadi sizni. Mana shu narsa hozircha bor, turibdi, tagiga chizib qo'yamiz, shunchaki qoyalarni bitta ko'rib chiqamiz. It will be cheaper for you, arzonroq bo'ladi. Ya'ni arzonroq bo'ladi degan narsa umuman aytda chiqmadi. Hozir yo'q qilgan joyimizda, shuning uchun buni ustiga chizib qo'yamiz. Yo'q bu narsa. Demak, ketdi, o'qishda davom etamiz. Fuel and water will account for up to half of your payload. Ya'ni bu nima bilan? Benzin bilan suv deyapti. Siz o'sha mashinaga ortishga kerak bo'lgan narsalarni yarmidan, ya'ni yarmi bo'ladi. Yarmidan ham oshishi mumkin. You can never carry enough fuel and water. Ya'ni hech qachon siz yetarli nima fuel yoki water olib bora olmaysiz. But fuel is more important as the car is your lifeline. Ya'ni siz deyapti, fuel nima yoqilg'i juda ham muhim, chunki mashina sizni lifeline, ya'ni o'sha yerda tirik yashab ketishingizni liniyasi. Mashinada nima bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha yerda o'lasiz deyapti. You should bring adequate water to provide 10 liters per person. Yo'q, bu endi adashmasam, mana nimaga o'tib ketdi. 3ga. Ya'ni if you want to track of your available water supply, ya'ni shunga o'tib ketib qoldi. Demak, biz tanlab ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, it has enough space to sleep in it. Bu umuman yo'q. Umuman chiqmadi. X ko'ramiz. Ustiga sakrab chiqib ezib tashlaymiz bu javobni. Endi A ga qaragan. It can carry large supply of water. Ya'ni sizga ko'p suv kerak bo'ladi deyapti. Ammo mashina nima tashiy oladi degan narsa bu ham yo'q. Shuning uchun buni ham chiqarib tashlayapmiz. Demak, to'g'ri javob to'g'ri tanlabmiz. Ya'ni C bizga mana shu to'g'ri chiqqan javob bo'lyapti. Xo'p, endi agar siz o'sha suvni nimasini saqlab qolmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, suvni yaxshi holatda, ya'ni yetarli darajada bo'lishini xohlasangiz, bitta usul shuki deyapti. Qanaqa usulligini hozir ko'ramiz. Va mana bu yerda 10 liters degan narsa chiqib qoldi. Ya'ni hozir o'qib turgan joyimizda siz bitta o'q bilan ikkita quyonni urib ketsangiz ham bo'laveradi. Ya'ni birdan 4gacha tushib, keyin yana 5 dan nima qiladigan bo'lsangiz, yana tepaga qaytishiga to'g'ri kelib qoladi. Ya'ni hozir biz mana bu yerda ketib turgan bo'lsak, mana water to provide what per day 10 liters mana. Water reality you should bring ketmanishdan belgilaylik. Per day deyapti. Ya'ni bu narsaga yana qaytib kelishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun true false'larni ham shunaqa o'ylashingiz kerakki, demak mana bu yerda 10 litr chiqdi. Mana bu yerda bor qaysi savollar 5. Demak turibdi. Demak, hozir mana shuni topib olamiz. In the Sahara, a traveler drinks 10 liters of water a day on average in summer. Ya'ni yozda deyapti. O'rtacha hisobda sayohatchi 10 litr suv ichadi deyapti Saharada. Hozirgi belgilab qo'ygan joyimizda o'qiymiz bo'ldi. You should bring adequate water to provide 10 liters per person per day in winter. Ya'ni siz yetarli suv olib kelishingiz kerak deyapti. Har bir odamni bir kunda 10 litrdan nima qilib turadigan deyapti. Ya'ni har bir odam 10 litrdan suv ichadigan darajadagi, yetarli darajadagi suvni olib kelishingiz kerak. Saharaga kelib turgan paytingizda
Nima deyapti? Mana shu yerda bitta o'qib yuboringlarchi. Cho'tta ko'zim o'tmayapti nimagadir. In winter deyapti. Winter nima edi? Winter bu qish edi. Savol bizdan nimani so'rayapti? In summer deyapti. Demak, nima bo'lyapti? To'ppa-to'g'ri, hamma narsa to'g'ri tushyapti. Faqat mana shu yerda tushmayapti-da. Demak, true bo'ladimi? Yo'q. No information bo'ladimi? Yo'q. Informatsiya bor. 10 litr suv ichish kerak degan narsa. Faqat yozda emas, qishda deyapti tekst. Shuning uchun biz false, ya'ni B javobni olishimiz kerak. To'g'ri javob bo'ladi mana shu. Tushunarlimi? Albatta tushunarli. Xo'p, 5 ga qarab qo'ysak, Khopsa degan joyga yetib borgan paytimizda 6 ni ham javobi chiqadi. Yaxshilab eslatib qo'yinglar. 3, ya'ni o'sha suvni nima qiladigan bo'lsangiz, bitta usul shuki ketdi. In reality you will use half of that. Ya'ni yarmini qo'llaysiz. But extra can make all the difference if necessary. You should never finish a road with empty containers. Locally bottled water. Demak, mana bu yerda ketdi. Yani empty containerlar bilan ketmasligingiz kerak nimangiz, mashinangizda deyapti. Bo'sh nimalar bilan, konteynerlar bilan. Locally, ya'ni mahalliy bottled water is a good way of mana shu going ostilar bilan birga ko'rib tashlaymiz. Ishqilib hamma yerdan 9 ta participantlar tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Grammar group bizga просто meaningini chiqarib bering bo'ldi. Hop, add instrument verb kerak bizga, verb. Estimate or determine the amount, level. Hop, как o'lchash. Qancha ketadi boshqa qiladi, ana shu narsani o'lchashga degan narsani aytayapti-ya. Bottled water deyapti. Ya'ni o'sha bakelashkidagi suv deyapti. Mahalliy sotib olingan bakelashkidagi suv, o'sha rationingiz, ya'ni qancha suv ichasiz boshqa qilyapsiz, o'lchab turish uchun juda ham zo'r usul deyapti. Otherwise use purpose made tanks. Yani agar boshqa nima bo'ladigan bo'lsa, mana shu maqsad uchun foydalanilgan nimalardan, idishlardan foydalaning deyapti. Ya'ni yasalgan idishlardan foydalaning deyapti. Xo'p, asosiy nimasi good way degan narsani aytayapti. Bottled water ekan, mahalliy tuzib chiqilgan. Xo'p, endi nimaga bu tarafini o'qimayapmiz degan bo'lsangiz, in Tunisia and Morocco degan narsa turibdi. Bu adashmasam 4-savolimizning keywordlari edi. Demak, o'shitgacha bo'lgan joyda 3-savol chiqar ekan. Ketdi. You have built water tanks in your car. Ya'ni mashinangizga suv idishlar qurib olishingiz kerak ekan. Shunaqa deyaptimi? Yo'q, bu narsa umuman chiqmadi. Stock up bottled water. Bakelashkali suv oling. Bormi? Hozircha bor. Use no more than 5 liters per day. Kuniga 5 litrdan ko'p ichmang. Bormi? Yo'q, bu narsa ham chiqqan yo'q. Ask your neighbor. Ya'ni suvingizni nimasini qancha ichishda, nima qancha ketib qolib turganini so'ramoqchi, bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qo'shningizdan so'rang deyapti. Bormi? Yo'q. Va o'z-o'zidan bizda to'g'ri javob B bo'lyapti. Shunchalik darajada oson, agarda tarjima qilishni biladigan bo'lsangiz. Tushunarli? U tarafga mana tekstni o'qishda o'zini nimalari ham bor-da. Shuning uchun keywordlar kerakki bizga. Javoblar qayerdan chiqyapti, qanaqa qilib qarashimiz kerak, bir-biriga o'tib ketib qolmayaptimi? Ya'ni in Tunisia and Morocco batdan 4-savolda javobi boshlanyapti. Demak, mana shu yergacha bo'lgan joyda siz 3 ta javobini topib olishingiz kerak. Ya'ni in reality you should never finish. Mana bu yerdan boshlab 2 dona gapda. Mana shu bu tarafga o'tib ketib, o'qib tushirsiz, qidirib bo'lmaydi. Shuning uchun keywordlar kerakki, siz qayerda to'xtab, qaysi savolga qayerdan qayergacha javob bo'lishini bilib olish uchun. Demak, to'g'riga o'tyapmiz. Hali bizda 6 ga mana bu Khopsa degan narsa chiqqan yo'q. Demak, hali 6 ga yetib bormayapmiz. To'g'rida turibmiz. Eshigini tayyorlab turibmiz to'g'rida. Hozir eshigini tepib kiramiz. In Tunisia and Morocco. Ya'ni Tunisiya bilan Marokashda deyapti. Bo'ldi, bizga qiziq emas. Javoblar biz o'qiymiz bo'ldi. In Tunisia and Morocco you can pretty much stay in some kind of accommodation every other night.
Hop, you can pretty much stay, ya'ni juda ham ko'p nimada holatda turishingiz mumkin. Some kind of accommodation, ya'ni turar joyda turasiz deyapti, qanaqadir uy yoki boshqa narsa. Every other night, ya'ni bu degani har tunda siz har xil joyda turishingiz mumkin deyapti. But in the larger countries, ya'ni kattaroq mamlakatlarda, covering the interior, you must be self-sufficient. Ya'ni kattaroq mamlakatlarda agar shunaqa nimada turmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingizga yetarli darajada nima bo'lishi kerak deyapti. Ha, demak, Tunisiya bilan Marokkoda bitta narsa chiqyapti. Har tunda har xil uyda yotib bemalol, ya'ni kimni ma'nosi yotishingiz uchun joy вообще sevyapti, plenty of da shu. In the desert, fruit and vegetables tend to be locally grown and scrawny or trucked in and expensive. Ya'ni nimada deyapti? Sahroda fruit bilan vegetablelar locally grown, ya'ni mahalliy aholi tarafidan o'stiriladi. Asosiy e'tibor qaratadigan narsa expensive, ya'ni qimmat bo'lar ekan ular. One thing you can get in every village for a few pennies is bread, cups, oltigut yutib olibmiz. Demak, hozir mana shu joydan biz topishimiz kerak. In Tunisia, Morocco, mana shu yerda nima chiqadigan bo'lsa, o'sha narsa to'g'ri javob bo'ladi. Bitta topgan narsamiz hozircha har xil joyda xohlagan har tunda xullas turishga joy serob etdi. Xohlagancha turaverasiz deyapti. You can buy high quality local grown vegetables. Ya'ni sotim Tunisiya bilan Marokash sotib olasiz deyaptimi? Ha, vegetablelar bor, zo'r o'stiradi deyapti. Faqat qayerda deyapti? Bitta o'qib olinglarchi aytdi. Qayerda o'sar ekan? Albatta, in the deserts. Ya'ni sahroda deyapti. Tunisiya bilan Marokko deyaptimi? Yo'q, sahroda. Xo'p, demak, bu yo'q ekan. Logikali chiqarib tashlayapmiz. Haqiqatan bor bu narsa. Agar siz tarjima qilishda ana shunaqa kichkina kulchovoy joylariga qarashni bilmaydigan bo'lsangiz, birinchi tushuna olasizda, ya'ni fruit vegetable mana shuni o'stiriladi, turishda tarjima qilib turib, bosib yuborasiz. Tunisiya bilan Marokko mana yoqda yotibdi, bu yerda boshqa nima joyi bilan boshlanib ketyapti. Shuning uchun e'tiborli bo'lish kerak. Ketdi. Eng yaqin javob edi shu, adashmasam. Locals usually use gas stoves for cooking. Ya'ni pishirishdirga gaz plita ishlatadi. Bormi bu? Yo'q. Tunisiya bilan Marokkoda. O'chirib tashlaymiz. It's quite easy to find lodging. Ya'ni yotishga joy topish juda oson. Ya'ni mana shu to'g'ri javob bo'lyapti. Ya'ni siz har tunda har xohlagan joyingizda yotishingiz mumkin, accommodationlarda deyapti. Locals gives their homes to you. Yo'q, local mahalliy odamlar sizga uyini berib yuboradi degan narsa yo'q. Demak, to'g'ri javob to'rga C deb olyapmiz hozircha. Va oltin nimasi chiqqanda kopsa degan narsa chiqadi. Hozir ko'rishimiz kerak. Oltinni bitta o'qib olamiz. Kopsa more expensive than fruits. Ya'ni bu nimalardan? Mevalardan qimmatroq, ancha qimmat deyapti. Demak, ketdi. In the deserts, fruit and vegetables will be locally grown and nima bo'lar ekan? Expensive bo'lar ekan. One thing you can get in every village for pennies, ya'ni bir nechta tangachalarga deyapti, olishingiz mumkin bo'lgan narsa bread, ya'ni non ekan. Nonni siz bir necha tangaga olishingiz mumkin. Buni nimalarga fruit bilan vegetablelarda nimangizni uzing, bu arzonga olishdi. Bu nimani kopsa deylar ekan arab tilida, bu non. Demak, hozir yerda nima bo'lyapti? Fruit vegetable expensive bo'lyapti. Non kopsa degan narsa bir necha tangaga berar ekan. Arzon bo'lyaptimi? Demak, solishtiramiz. Ketdik solishtirgan. Kopsa is more expensive than fruits. Ya'ni kopsa deyapti. O'sha non mevalarda ancha qimmat deyapti. Saharada. Shunaqa? Yo'q, teskarisini aytyapti bizda. Shuning uchun bunga ham biz B olyapmiz. Tushunarlimi? Albatta tushunarli. 7. Bizda mana shu 3 ta savol qoldi xolos. Taking hot water in the thermos flask in the morning can save. Bitta ko'rib qo'yaylik, kecha kuni bu 34 minut o'tdi, saqlanibdi, yozib olyapti, zo'r. Ya'ni issiq suvni olishingiz termizga deyapti, ertalabda, obedda vaqtingiz tejadi deyapti. Ko'ramiz hozir tejadimi, tejamaydimi o'qiymiz. Don't overlook some sweet or sour snacks bring ketdi. Bizda o'sha
terms degan joyga qidirishimiz kerak. Bu gets convenient power source going in large towns, twin green camping so will do plus walking away with cooks. Termos flask chiqdi mana bitta. Demak, buni asosiy keyword qilib olamiz. A twin ring camping stove will do plus a volcanic kettle for cook brew while the food cooks. A thermos flask fill it at breakfast. Ya'ni fill it at breakfast. Fill it degan to'ldirmoq. Hop. Breakfast nima edi? Breakfast nonushtada. Nonushta nimaga to'g'ri keladi? In the morning ga to'g'ri keladi. Siz obedda nonushta qilmaysiz-ku. Will provide a hot drink for lunch time. Ya'ni obed vaqtiga deyapti. Ya'ni afternoonga sizga hot drink beradi, ya'ni issiq suvni berar ekan, o'sha nimaga solib qo'yishingiz. Without, hop, asosiy narsalardan bittasi bo'lyapti. The need to set the stove up. Ya'ni o'sha olib borgan qozonchingizni, ya'ni mana nima bor-ku bizda O'zbekistonda ko'p ishlatilinadi. Hali hatam qozoncha bor-ku, qozoncha deyman, gaz nimacha. Kichkinagina tarshida yoqasiz, pishirib yuborasiz ovqatni, o'sha narsa. Ana shunaqa narsani olib olishingiz deyapti. Ertalabda hot drink nima qilib qo'yishingiz, termosga to'ldirib qo'yishingiz, obed paytida o'sha xatamchani yoqib, nima qilishingizni oldini oladi deyapti. Ya'ni issiq suv sizga beradi. Hop, mana shu joychadan bizga asosiy javobimiz chiqdi. Demak, ketdi, solishtiramiz. Taking hot water, ya'ni issiq suv olib qo'yishingiz ertalabda, afternoonda vaqtingizni tejaydi. Shunaqa narsa bormi? Albatta. Aytayapti-yu. Mana xatamchani yoqib o'tirmaysiz, prosta nima deydi, issiq suvni termosdan quyib qo'ya qolasiz deyapti. Vaqtingiz tejaydi albatta. Bormi? Bor. Shuning uchun 7 ga A bo'lyapti. 8. Putting trash on fire during your travel is not advisable. Ya'ni putting trash on fire not advisable. Ya'ni maslahat berilmaydi musorlar tashlash nimasiga. Burn whatever garbage you can. Javob qarang, orqasidan sirasi chiqib qolyapti. Qanaqa axlat topalsangiz hammasini yoqing deyapti. And rush and bury the rest of dump it at the edge of town trash dumps. Ya'ni qancha axlatingiz bo'ladigan yoqingda, qolganlarini deyapti, ko'moring, yo bo'lmasam o'sha shaharda chekkasidagi o'sha musor turadigan joylariga olib borib tashlang deyapti. Mana bu yerda javob qaranglarda turishini. Burn whatever garbage you can. Garbage musor degani bilmaydiganlar uchun. Burn degani yoqmoq degani, you can degani qila olmoq. Ya'ni yoqa olgan musorlaringizni hammasini whatever degani, bizda o'zbek tili emas, ko'cha tiliga luboyga to'g'ri keladi. Luboyni yoqing deyapti. Bitta nima deb turadi 7 da, 8 da yoqmang deb turadi. Maslahat berilmaydi deb turadi. Demak, tekst bilan bir-biriga nima bo'lyapti? Antonim bo'lyapti. Shuning uchun biz false olyapmiz. Ya'ni musor yoqish haqida gap bormi? Bor. Nimani musor tashlash haqida gap bormi? Olovga bor. Faqat nimaga tekst bilan savol bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Shuning uchun biz false olyapmiz. Va oxirgisi 9. Wearing long clothes has some benefits during your Sahara travel. Ya'ni uzun ust-boshlar kiyib olishingiz, ya'ni ust-bosh haqida gap ketyapti. Ba'zi bir foydalari bor. Ketdi, o'qiymiz ust-boshni. The simplistic idea of Sahara baking ketdi, bu kerak emas bizga, chunki biz hozir ust-bosh kiyinish degan narsani aytishimiz kerak. Ketdi, short pants, kalta ko'ylaklar, umuman shortilar, dresses, mana bu yerda bor ekan. Demak, topgan joyingizda bitta narsani bilib olinglar. Odatda topgan joyingizni, ya'ni asosiy keyword, kiyinmoq degan narsalar topgan joyingizni bitta tepasidan o'qishni boshlang. Bitta tepa gapida. But the important thing is protection from the sun and tushunishingizga oson bo'ladi. But the important thing is protection from the sun and wind and repairing or covering the car. Plus a good night's sleep. Short pants and dresses may be fine in the beach resorts. Ya'ni short pants bilan dresslar deyapti, kalta ko'ylak, shortilar deyapti, may be fine. Ya'ni yaxshi bo'lishi mumkin qayerdagi sohillarda, dengiz sohillarida, nimalarda.
but are not acceptable in the more traditional desert communities. Ya'ni nima qilinmagan ekan? Qabul qilinmagan ekan desertlarda, mahalliy desert o'sha communitylarda. Cover up as locals do. Ya'ni urin deyapti o'zingizni, cover up as locals do degani o'sha mahalliy aholi qilgandaqa. To protect your skin, ya'ni o'zingizni nimangizni himoya qilish uchun, and get used to wearing headwear. Nima uchun nima qilish kerak ekan? Mahalliy aholiga o'xshab kiyinish kerak ekan. Mana teringizni quyosh nima qilib qo'ymasligi uchun, ya'ni quyosh olib qo'ymasligi uchun. Ko'chib tushadi teriga, quyosh oladigan bo'lsa, yozda ko'p o'ynagan bo'lsangiz, yoshligingizda bilasiz, achitib, umuman teri bir xuddi ilon po'st tashlagandaqa tashlab yuboradi, agar quyosh olib qoladigan bo'lsa. And get used to wearing headwear for the same reason, especially on midday walks. Ya'ni boshingizga ham narsa kiying deyapti. Ya'ni kakali bilsalaring, arablarda nimasi bor, bunday ot minib cho'lda yuradiganlari boshigacha o'rab, faqat ko'zini o'zini ochib oladi. Mana shu narsa deyapti. Bu ham o'sha terini the same reason, especially on midday walks. Ya'ni o'sha kunduzi yurib turgan paytingizda juda ham ko'p mashina qilib olishingiz kerak. When cooling breeze will disguise the burning sun. Demak, biz to'g'ri javob topdik deb o'ylayman. Wearing long clothes has some benefits during your Sahara travel. Ya'ni uzun ko'ylaklar kiyish Saharadagi sayohatingizda nimalarini, ya'ni yordamlarini beradi, deyapti. Va bu true bo'lyapti. Sababi skin, ya'ni terilarimizni saqlashga ancha katta yordam beradi deb aytdi o'zi. Xo'p, birga biz adashmasam B oldikmi? B, C, B, C. Xo'p, B 2ga, C 3ga, B 4ga C oldik. 5ga B oldik, adashmasam, esimda turgan bo'lsa. 6ga B oldik. Shunaqami deb qarab ko'raylik. 5B, 6B, 7A, 8BA. Esimdan chiqib qoldi. 7A, 8B, 9A. Ya'ni javoblar mana shu bo'lyapti. Savollarimiz bular 100% to'g'ri javoblar. Buni men o'zim tekshirib, chiroyli qilib bajarib berdim. Endi tugatsak ham bo'laveradi. Adashmasam, birinchi savollarga o'tamiz. Tushunarlimi o'zi? Any questions? Is the what do you think about the lesson? About lesson. Xo'p, savollarning bo'lsa bemalol berishlaring mumkin. Explanation parti ham bor buni. Men hozir shunday nima qilib, shundaycha saqlanib qilamanda, javoblarni tekshirib maqolishning uchun qayerdan nimaga chiqdi, nima bo'ldi, buni rangli qilgan joyimizdan shunday nima qilib beraman, saqlanib qilib beraman sizlarga. Telegram kanalimizda bemalol ko'rib olishlaring mumkin. Part 4. Shunday xos tashib esimdan chiqib qoladi. Today's
lesson and explanation in it. Study deep. Study deeply to deal with multi-level part 4. Fikrlaringni bemalol yozishing mumkin. Men sizlarga eshityapman. Hop. Ketdi. Hop, tushunarli bo'ldi. Domla juda ham tushunarli, foydali bo'ldi. Rahmat domla. IELTSda ham multiple choice'da qiyinchilik bo'lardi. Hop, IELTSdagi multiple choice'da ham xuddi mana shu usulda ishlasalaring 100% foydali usul. IELTSga ham tushadi hozirgi o'rgatgan usulim. Demak, stop recordingni bosamiz. Ishqilib saqlanib bo'lsin.